Assalomu alaykum hammaga. Men bugun mening eng sevimli atirlarimdan biri Monsieur Blooming Bouquetni uy sharoitida efir moylari yordamida qanday tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan efir moylari baza jojoba moyi, balkarator guli, magnolia va oq musk. Shuningdek, bu yoqda sitruslardan limon va greypfrut va bir tomchi lavanda moyi kerak bo'ladi. Menga juda ham efir moylari yoqadi, chunki efir moylari odamning emotsional holatiga ham ta'sir qilish xususiyatiga ega. Lavanda moyini oladigan bo'lsak, bu juda ham tinchlanishga yordam beradi. Shuningdek, limon va greypfrut sitruslar vaqt gormonini ishlab chiqarishga va xayollarni bir joyga to'plashga yordam beradi. Shuning uchun hozirgi tayyorlayotgan atirimiz odamning emotsional holatiga ham ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega bo'ladi. Xo'p, ketdik bu yoqqa. Bizga kerak bo'ladi 10 mg jojoba moyi. Baza ishlatishimizning sababi har bir komponent bir-biri bilan yaxshi aralashishiga yordam beradi. Menda juda ham kam qoldi. Deyarli shuncha. 5 tomchi balkarator guli. 4 tomchi magnolia. Efir moylari juda ham qadrli hisoblanadi, chunki bir dona 10 mg efir moyini olish uchun deyarli 1000 dona lavanda kerak bo'ladi. Oq muskdan ham 3 tomchi qo'shdim. Bular asosiy eng tepada turadigan notalar hisoblanadi. Bular aynan gullarning hidini kelib turishiga yordam beradigan notalar. Shuningdek, pastki notalardan limon 3 tomchi. Greypfrut 4 tomchi. 4 tomchi. Va lavanda 1 tomchi. Lavanda yengillik hissini berish uchun. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Aynan qora shishali idishda bo'lishi kerak. Shularga e'tibor bering. Chunki qorong'u kunga deyarli 4-5 kunga qo'yishimiz kerak hamma komponentlari yanada yaxshi yorqin ochilishi uchun. Deyarli 90% o'xshab chiqadi. Juda ham yengil, juda ham yozga yaxshi atir bo'lib chiqadi. Shunaqangi moy holatida. Bu efirni hozir dukimizni bemalol sochlarga ham ishlasak bo'ladi. Bu spirt ushlamagani sababli, spirt ichida bo'lmagani sababli sochimizga ham juda ham chiroyli yorqinlik berib, yaltiratib qo'yadi va hidi ham butun kun davomida turadi. Juda ham o'xshash, deyarli 90% o'xshash. Juda ham o'xshash. Agar videoim yoqqan bo'lsa, like bosishni va menga obuna bo'lishni unutmang. Bundan keyin ham mashhur do'konlarning efir moylari yordamida qanday tayyorlashni o'rgatib boraman. Hammaga rahmat, xayr.